Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Barchangizga yana bir yaxshi kayfiyat, hamrohingiz bo'lsin deya bugungi ish faoliyatimizni sizlar bilan yana boshladik. Bugungi videomizni albatta tomosha qiling. Bugun uyimizda o'zbekcha palovni tayyorlaymiz. Albatta tomosha qilib o'z fikringizni yozib qoldiring. Qani biz esa ketdik. Bugungi o'zbekcha palovimizda birinchi bo'lib go'sht qovurib olishdan boshladik. Bilasizlar, hozirgi paytda go'sht narxi ham talaygina qimmatroq. Endi shunga qaramasdan o'zbek oshini baribir o'rni boshqacha. Xo'p, undan tashqari sizga chiqarayotgan videolarim manzur bo'lyaptimi, manzur bo'lmayaptimi? O'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Undan tashqari YouTube'ga qanaqa ko'proq videolar chiqarishni xohlaysizlar? Biz yanada qiziqarli, yanada qiziq bo'lgan videolarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Mana go'shtimizni ham qovurib olib, qovurishga qo'yib oldik va mana ko'rib turibsizlar, go'shtimiz ham qovurilib, piyozimiz bilan vaqti o'tib oldi. Mana sabzimizni ham solish jarayonini albatta mana tomosha qilmoqdasiz. Sabzimizni ham solyapmiz. Sabzimiz mana qizil sabzi. Qizil sabzimizni ham qovurib olamiz. Bilasiz, mana o'zbekchilikda oshda, ayniqsa go'shtni, piyozni qovurib olsa juda mazali osh chiqadi deyishadi. Mana hozir biz sabzini ham qovurib olamiz. Mana go'shtimiz qovurilib oldi. Piyoz bilan go'sht qovurilib oldi. Endi sabzini ham qovurib olyapmiz. Mana sabzini ham qovurib olib, tuzni solib, tuzini sovuramiz. Mana tuzimizni ham solib oldik. Bitta qovurib olib, buni ham hozir damga dimlab olamiz. Dimlab olib, mana dimlab olish jarayonidan asta-asta o'tdik. Mana dimlab olishga qo'ydik. Endi dimlab olingan qozonimizda yana qaytadan mana guruch solish jarayonini ham tomosha qilmoqdasiz. Mana guruchimizni ham solib olamiz. Baribir o'zimizda O'zbekistonda oshni o'rni boshqachada, toza havo dardga davo deymiz va osh mazali qilib, o'zimizda O'zbekistonda alanga go'shtlar bilan boyagi osh qilish baribir boshqacha. Bitta go'shtlarni odam tushunmaysiz. Odam qaysi go'shtda ovqat, palov qilishni odam bilmaydi. Gohida palovimiz unday, gohida bunaqa chiqib qoladi. Baribir o'zimizni o'zbek oshimizni O'zbekistonda tayyorlaganimiz baribir boshqacha. Bu Turkiyada tayyorlanyapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimda qanaqa fikrlar bor, qanaqa savollar bor, albatta yozingizlar, yozib qoldiringizlar. Mana tomosha qilmoqdasiz. Mana go'shtimizni ham solib oldik. Go'shtimizni ba'zida ko'payadigan, ba'zida kamayadigan go'sht deb maqlamiz. Endi bilmayman, bu Turkiyada bilasizlar, go'shtlarni to'liq nimasini tushunib bo'lmaydi, sababi har xil go'sht. Lekin O'zbekistonda har holda o'zbekligimiz uchun borib turib qolaman. Mana oshimiz ham tayyor bo'ldi. Oshimizni qo'zg'ab olib, bu menimcha vodiycha osh bo'lsa kerak. Vodiycha osh deydi ko'pchilik, adashmasam. Vodiycha oshimizni qo'zg'ab oldik va nasib bo'lsa bag'ini harakatga tushamiz. Barchangizga mana shunday like'larni bosib, qo'llab-quvvatlashingizni albatta so'rab qolamiz. Kanalimiz bilasizlar, yangiroq bo'lishiga qaramasdan ko'proq mana shu haftada
bitta videolar qo'yib borishga harakat qilmoqdamiz. Sizni e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarimizda uchrashguncha omon bo'ling. Sizlar bilan Rahmatullo Sharipov Turkiyadan videoni oldik. Sog' salomat bo'ling.